Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Amerikadagi Costco magazinidan $66 qilgan qisqacha kichkinagina bozorligimni ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik mana bu cheese kremni boshqa magazinlardan olishadi. Men ikkitasini Walmartdan $599 ga adashmasam olardim, lekin Costcoda 5 tasi $599 ekan. Bu pishiriqlarga yoki zavtraklarga juda ham mazali narsa. 18 talik tuxum $399. Costco'ning suti ham mazali, ham foydali $299 adashmasam. Va mana bunaqa Nutella pechenyalaridan oldik. Buni ichida 4 ta mana bunaqa paketikda pechenyushkalar bo'ladi. Bolalarga ham, o'zingizga ham choy bilan ichganda maza qilib ichasiz. Pistacho pistalari eng yaxshi pistalar men uchun. Va mana bunaqa 3 blok suv oldik va bolajonlarimizga mana bunaqa soklardan oldik, xarid qildik. Buni ham ta'mi juda ham ajoyib, ham $13lik soklar endilikda Costco'dan siz skidka ketayotgan ekan, bugungi kunlarda $899 dan olishingiz mumkin. $66lik bozorligimiz shulardan iborat edi. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? $66 ga bu narsalar arziydimi yoki yo'q? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.